Umrimda birinchi marotaba mahroviy tort tayyorlab ko'rdim. Mazasi prosta bomba chiqargan retseptni sizlar bilan ham bo'lishgim keldi. Tuxum oqini sarig'idan ajratamiz, ichiga vanilyli tuz solib ko'pirtirib olamiz. Ko'pirib chiqqandan keyin ichiga shakar oz-ozdan solib, qattiq penka qilib olamiz. Keyin tuxum sariqlarini solib bir yana aralashtirib, un razrixlitini elab 3 bo'lakka bo'lib solamiz va tepadan pastga qilib lapadada yaxshilab aralashtirib qolipimizga solamiz. Cho'p yordamida havolar chiqib ketish uchun bitta aralashtirib olamiz. 170 gradus qizib turgan gaz pechida 30 daqiqa pishirishga yuboramiz. Ikkinchi qora biskvitimizni xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Faqat kakao solamiz. Biskvitlarimizni sovutib bo'laklarga bo'lamiz. Orasidan ozgina olib qolamiz yasatish uchun. Biskvit o'rtasida qaymoqli krem tayyorladim. Hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman retseptlarini. Ketma-ketlik go'sht krem qilib hammasini terib ustilarini ham qaymoq krem qo'yganimizdan keyin ustilarini olib qo'ygan go'shtlarimiz bilan chiroyli yasatib olamiz. Shunaqa mazali mahroviy tortlarni pishirib bemalol sotuvga chiqasiz, daromad topishingiz ham mumkin.